6 mikrorayon, metan zapravkani ko'pchilik yaxshi biladi, 70 ostanovkani yonida, shu zapravkamiz shunday orqasidagi mana shu mahallamizdan umumiy maydoni 5 sotixlik tayyor uchastka hovlimiz sotuvga qo'yilib, tashqi tomonda bunaqa ziloniy zona uchun joylari bor. Bu yoqda ham yana yeragrotsiyalar qilingan ekan. Ichkariga kirib kelishimiz bilan bu yoqda kirish qismi, hovlining tashqi tomon ko'rinishlari umumiy 5 ta xona va 2 qavatli qilib qurishga mo'ljallab fundamentlar qilib tepalarni taxlab qo'yilgan. Hozir ichkari tomonlarda bittasilarga tushuntirib o'taman. Kirib kelasizlar, birinchi koridor bo'ladi. Bu yoqda to'g'ri sanuzol xonasi, devorlari to'liq kafel qilingan, dush, unitazlar tashkil etilgan, rakvinalari bilan birga to'q konturda kotel hamda suv isitgichlar o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqda esa oshxonasi bo'ladi. 4 kishilik o'tirib choy ichadigan stol, stul, zakaznoy kuxonniy garniturlar холодильниклар bilan qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa kattagina mehmonxona. Mehmonxonaga hovlidan ham kirsa bo'ladi. Televizorlar ilingan, chiroyli qandillar ilingan. Bu yoqda esa yotoqxonasi. Hozirgi kunda mana shu qismi yashashga tayyor holatda, o'zi hovliga chiqib qolganini ko'rsataman. Hovli qismimizga chiqdik. O'rtasida yer agorotlari bor. Bu yoqda markaziy suv kelgan. Umuman olganda gaz svet suvdan muammosi yo'q, juda ham yaxshi zo'r lokatsiyada turibdi. Pastda lokatsiyasini qo'ldan ustiga bosib kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqda mana bu qismda podval bo'ladi. Bu yoqda hol uchun joy bo'ladi. Bitta narsaga e'tibor berasizlar. Fundamenti 2 qavatliga mo'ljallangan mana fundamentlarga e'tibor berasizlar. Usti plita yopilgan to'liq. Ya'ni buni ustida ikkinchi qavat ham qilib qo'ysalaringiz bo'ladi, xuddi qo'shnilarnikidek. Bu tomoni ham 2 qavatliga mo'ljallab plitalari o'rnatib qo'yilgan. Mana bu yoqda bitta ikkinchi qavatga chiqadigan zina qilib hol qilsalaringiz bo'ladi. Plus mana bu yoqda podvallari qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi raqamlarni qoldirib o'tamiz, bemalol aloqaga chiqib kelib ko'rib, ushbu uchastkamiz sohibiga aylansalaringiz bo'ladi. Shaharni yonidan, shu prямо o'zidan izlab yurgan tanishlaringizga ulashib qo'yinglar.